Disclaimer: Bu videodan keyin kompyuterga kirib olib, "jalab" degan so'zlarni yozmasdan, normalniy so'zlar yozasizlar degan umiddaman. Ha aytgancha, videoda ortiqcha zvuklar bo'lgan bo'lsa, uzr so'rayman. Ertalab tushdi. Barchangizga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Jiko. Xo'p, bugungi videorolikimizda biz qishloqni sayr etamiz, ya'ni qishlog'imda gaplar. Xo'p, har doimgidek o'zimning stop. U nima bu? Tezroq tushunmadim вообще. Qanaqa вообще bu bo'ladi? Bu narsa paydo bo'lib qoldi. Bitta sasigan, sasigandim, achigan anaqa chiqdi. Potato, ya'ni o'sha kartoshka. Foydamizni biz, ya'ni fermadan kelgan foydamizni qo'yib qo'yamiz. Merning yoniga borguncha, men chaqirgan ekan. Bu narsani nima ekan? Eshigi ham yo'q, o'zidan o'zi kelib qolibdi. Qoravoy. Yaxshi, o'zi yaxshimisan? YouTube qanday ketaman? Yaxshi. Meni mer chaqirgandim. Ha, seni chaqirib o'rgandim. Mayli, men kira qolay. Oqibat. Rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum mer. Gaplar. Mer qidirgan ekansiz meni. Jiko, sen bitta ish bor. Qanaqa? Bu yerda nimaga unaqa Gapimda bo'lmay. Короче, Bu qizil narsa yangi kelgan bitta odamning uyi. Kecha kechqurun g'alati narsalar eshitildi. Senga eshitildi? yo'q, menga hech qanaqa narsa eshitilmadi, albatta. Bilmadim. Qilayotgan. Unda tezroq uyga kirib ko'rish kerak kimdir. Eng jasuri sensan bu qishloqda. Omad tilayman. Agar sen bu qishloqda nima borligini bilsang, qishloqdagi bilsang, men senga bir stak almaz beraman. Bir stak izborot. Yo'q, tashakkur omadlang men. Kiraman albatta. Rahmat. Bu narsalar bu yerda qanaqadir g'alati. Anchadan beri bunaqa. Mana eshigi bor ekan. Bedroqdan, eshigi ham toshdan. Bilmayman, qiyot ichida nima bor? Yerda sunduk ham bor ekan, men asabimni tezroq kirib ko'rishim kerak bu narsaga. Do'stlar, eshitdinglarmi? Mer menga bir stak olmos bilan bir stak izgurut ber ekan. Bu nima bo'lganini bilsam, o'zimning kerakli narsalarimni olaman. Menga birinchi o'rinda himoya kerak, shuning uchun himoya kiyimlarni olaman. Xo'p, biz birinchi navbatda taqlib olamiz narsamizni va yuguramiz. Davay. Bizga eng kerak shu. Sekin kiramiz. Men aytganimdek, bu narsa paydo bo'lib qolganmiz. Hech qanaqa narsasi yo'q, bavachi bizni kirkida ochamiz. Stranno. Sekin bu yerda nima bor? O'xshaydi. Bir. Qanaqa menchiqlaring? Yo'q. Tushunmadim, bu yerda g'alati. Hakkerning narsalari bo'lishi kerak shu narsa. Hamma yerda qizil. Bu yerda ham qizil. Buni menimcha bo'lishi kerak. Voy. Bu bo'lishi kerak edi.
Ana bu do'stlar, men sizlarga nimadir degandim. Bu uyda nimadir bor. Voy, yelkam tushib ketdi. Voy, afsus. Sekin qilishni olib tushaman. Voy, jisel. Kirmadi. Yo'q, jisel. Men qar. Men hozir qaraman. Yo'q, hammasini buzamiz. Yo'q, O, Chiko. qo'y, nima? Qo'y, men seni topdim. O, rahmat Chiko. Xo'sh, endi orqamga. Assalomu alaykum, mer. Alaysan Chiko, nima gaplar, kirdingmi? Ha, men kirdim. Uyda qanaqadir g'alati bunkerga o'xshagan narsalar va bunkerning narsalar bor ekan. Yo'q-e. Pastga qazgan paytga oppoq o'g'a chiqib keldi. O, tashakkur oppoq-voy. Oppoq-voy, meni o'g'lim-ku. Chiqib qolishi kerak. Hozir kecham bo'lib qopti. Hozir men senga bir stak almas beraman. Agar bu uyni oxirigacha taslasang, men senga yana bir stak almas va bir izmirod beraman. Mayli, tashakkur, mer. Biz tashlayman. Oxirigacha ketishim kerak-ku. Ha, omad. Rahmat. Ketishim kerak. Biz boshlaylik. Menimcha chunki ko'rasizlar, yelkada ham zo'rg'a mayli, bu joyni saqlashim. Oppoq, aysan. Yaxshi, men yotib chiqaman. Assalomu alaykum, mer. Yaxshimisiz? Qo'rvoy, nima gap? Ha, Men bu ishga aytgan ishingizni endi bitadi endi. Soqqani bersangiz endi. hop. 64 talik almas. Rahmat, mer. O'zim uchun qo'lingiz ish haqqim berganingiz uchun rahmat. Yaxshilab ol. Chiko, omad. Rahmat. Ko'rdinglar, bu ish oson bo'lgani yo'q. Xudoga shukr, mer menga normalniy pul berdi. Mana ko'rishinglar mumkin. 1, 2, 3 stak pul ishladim bugunga. Yana redstone qanaqadir blok ham bor ekan va bu narsalarni men o'zimni anaqamga, ya'ni sandig'imga qo'yaman va kiyimlarimni yechaman. Va hammaga xayrli tun do'stlar. Sizlar bilan men Jiko bo'ldim.